Janob Rasul aytadilarki, "Huffatil jannatu bil makarihi." Jannatning atrofini Xudo taborak va taolo nafsga og'ir keladigan narsa bilan o'rab qo'ygan debdilar. Ibodat bilan gunohning farqi shu. Nafsingizga og'ir keldimi, shu narsa ibodat biling. Kechqurun turib tahorat qilishni nafs xohlamayapti, shu ibodat ekan shu. Nafs xohlayaptimi? To'g'ri, o'tirasanmi? Shuncha odam zinoga bormasa, sen ham yigitsan-ku, yur desa, shu narsa demak gunoh shu. Nafs xohlayaptimi? Qiyinchilik tug'dirmayapti-da, pul topda darov borgiz kelyaptimi? Demak shu gunoh shu. O'tirasanmi? Qara kayfchilikda buni bir hayotda bir nimasini ham tashvishlarni esdan chiqarib, ichib olganingdan keyin osmonda uchirganga o'xshagansan ham bo'larkansan. Hammada g'am tashvishlarni unutar ekansan, deyaptimi? Nafs xohlayaptimi? Shu rasvo bo'lgani endi shu. Qanchagacha ichasan endi deyingda. Bir odam aytgan ekan, ichib turib, men beobro' edim, aroq ichib obro' topdim. Oldin kambag'al edim, aroq ichib yurib, rosa boyib ketdim desam, men umrimni oxirigacha aroq quyib beraman. Kesin shunaqa odam, yo'q unaqa odam. Qaysi aziz odam bo'lgan bo'lsa, hammasini xor qilgan shu narsa. Hammasini rasvo qilgan. Nechta boylarni aroqxo'rlik oxiri kambag'allik gajay qilib yuborgan. Nechtasini qarzdor qilib yuborgan. U bola bechorani uydagi betarbiyaligini ayting uni. Bola bechora doim uyda shu odam qanaqa ahvolda kelar ekan. Er bechora qanaqa ahvolda kelar ekan, ish qiladi, uy xotin bechora bunaqa sarson. Hammani ishqillar tinchligini buzgan odam o'shada endi. U Xudoning nazaridan ham qoldi, bandan ham nazaridan qoldi. O'sha ahvolini keyin o'zidan o'zi xursand bo'lib, itdan farqi yo'q endi odam endi. Itam uyni qo'rg'ilaydi-da. Itamizga ozor bermay, egasini taniydi. U sho'rli bechora bolasini tanimasa, xotinini tanimasa kelib olib, gumburlatib uraversa uni kelib olib. Qo'shni undan bezor bo'lsa. Xudo buni bejiz harom qilmagan-da. Xudo hakim zot-ku. Xudo bandasiga foydasi bo'lgan, ozgina bir foydasi bo'lgan uni harom qilmasin-da uni. Turgan bitgani ziyondan iborat bo'lgani uchun Janob Rasululloh ummul habois deganlar. Dunyoda nima ifloslik bo'lsa, to'g'aydigan onasi o'shalarning ikki xat xotin shu aro deganlar. Gapqani ikki xat xotin yomonlik to'g'ayga ikki xat xotin aro bo'ladi. Aro ichib olgandan keyin oldin nima gunoh qilishdan qo'rqilgan bo'lsa, hammasini qilaveradi. O'g'irlik ham qilaveradi, aroqni kasofatiga urib qo'ygandan keyin yolg'onni ham gapiraveradi. Shu bir qultum aroqqa dunyoni hammasini almashadi endi. Shu bir narsa qilsaki o'g'irlab topadimi, bola chaqani rizqini o'g'irlab topadimi, qiyib chiqib ketadimi, xotinni tillosini sotib topadimi, nima qilsa ishdagi shunga almashdi endi dunyoni hammasini bir qultum shu butilkaga aroqqa demak almashib borgan. Lekin bir kun kelib shu bola chaqaga muhtoj bo'ladi. Bola bechora bezib ketganki otadan qaramaydi ham. Hammasi qiladigan ishlar vaqtinchalik rohatga almashyapti endi.